Bitta savol beryapsiz aka. Nima orzungiz bor? Ikkita uchta odam tug'ilib qolsa hajga. Hajga? Hajga borib keladi. Ikkita uchta odam bo'lib qolsa. Oh, subhanalloh. Siz bilan meni zamonamizda avliyolar yo'q deb o'ylaymiz, avliyolar bor. Ya Allah. Assalomu alaykum. Akajon, yaxshimisiz? Charchab qolmay mikrofonni qadab qo'y. Salomatmisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Ismingiz nima akajon? Ha? Absattor. Abdusattor aka, necha yoshdasiz? 45-46ga keldik. 45, ha, umringiz uzoq bo'lsin. Sizni menga videoingizni tashlab bergan edi. Abdusattor aka bir xonada o'tiradi, deyishdi, shunaqami? Hatto to'kam tushirmagan dedi. Ay subhanalloh. Bu hovli o'zingiznikimi? Yo'q, bu odamimizni o'tib ketgan. Ha. Uni odamimizda nom ilgari odamimizda nimada o'zi qog'ozlarda bu odamimizda nomi deydi bu qog'oz. Ha. O'zi eskidan qarindosh urug'lari bor. Ha. Bor. Mayli, Abdusattor aka, sizni xijolat qilmay. Abdusattor aka bizga odamlar omonat pulini bergan edi. Bitta ayol Rossiyadan opa singilmikani bir joyga yetkazing degan. Bir singlimiz yaqinda o'tib qolgan akasini haqqiga ehson qilgan edi. O'sha odamlarni bir duo qilib qo'yasiz aka, olingda. Mana shu yerda to'k yo'q deb eshitdim, to'k soldirib olasiz, ha? Mayli. Ashlar bir duo qilib berasizmi, Abdusattor aka? Qani? Allohu amin. Ko'p yillar to'ylarga hammamiz ham to'ylarga Amin, amin. Umrimizga nima qilsin, umrimiz uzoq qilsin. Ko'p yillar Amin, amin. nevara-jevarlarga boshqa yo'lib yurib ko'p yillar to'ydi. Allohu akbar. Mayli, sizni xijolat qilganimiz uchun uzr. Bitta savol beryapsiz aka. Nima orzungiz bor? Nima orzu qilgansiz? Endi qanday ularni ikkita uchta odam tug'ilib qolsa hajga borib keladi. Ikkita uchta odam bo'lib qolsa. Oh, subhanalloh. Hurmatli ijtimoiy tarmoqda kuzatadigan do'stlar, bu odamda endi men ochilib gapirmasam bo'lmadi. Bu odamda videosini menga tashlab berishdi-yu, shu joyga kelgan shunaqa haligi Xudo shashtirdiki, siz bilan meni zamonamizda avliyolar yo'q deb o'ylaymiz, avliyolar bor, Allohning do'stlari bor, ishoning. Asha Allohning do'stlaridan deb bildim bu akamizni, chunki juda odobli, juda tartibli, mana sharoitini o'zingizlarga ibrat bo'lishlik uchun ko'rsatyapmiz. Agar kimda kim mana shu Allohning do'stini, men bu odamga savolni o'rgatmay qo'yganim yo'q, javobda. Mana Allohning baytiga bormoqchiman deb, kimda kim Allohning baytiga umra safariga akamizni yubormoqchi bo'lsa, biz telefon raqamlarini qoldiramiz. Husniddin, men yuboraman desangiz, kelib o'zimiz bu akani xizmatini qilib beramiz. Mana shu bir xonali uy bor ekan, ichkarini video uchun balkim ko'rsatib ham qo'yar. Juda ham saramjon sarishta ekan va bu xonada to'k yo'q ekan. Akamning shukri juda ham bir a'lo darajada ekan. Xudo akamizni umri uzoq, rizqi baland bo'lsin. Abdusattor aka, yaxshilik kunda ko'rishaylik. Duo qilib turing, ajamas Allohning bironta xaridori chiqib qolsa, umraga ham sertifikat olib kelib qolarmiz, ha? Bo'pti akajon, sog' bo'ling. Yaxshilikda ko'rishaylik. Mayli.